Ana yana bir fayzli xonadonimizga darvozamizni ustanofgan qilib berdik. Orqasida tekis. Niyat qilganlar bitta lightdan qizartirib qo'yaverasizlar. Orqasini ham bir xil qilamiz dedik. Ves umuman ko'taradigan darajada bo'lmay qoldi. Ana shu holatda chiqardik. O'ta go'zal. Havas qilganlar bitta lightni bosib qo'yaverasizlar. Materiallarni ham o'ta qalinlardan qilib, deyarli 3 qavat yerlari ham bor buni. Bu darvozamizni Jizzax viloyati G'allarol tumaniga ustanovka qildik. Hop, materiallari listlari 1.8 2 qavat, profillari 2lik, 2.5lik shunaqa ishlaganlar. O'ta go'zal holatda. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar, nomerimizni qo'yib qo'yamiz. Bu yerda yana bitta kichkina darchasiniki bor. Xudo xolasa buni ham tugatdik. Yopib yuboring jonimda. Halo. Yopib yuboring. Oh. Yopilishlariga ham baho beraverasizlar. Nimani yopilishida gilik.